chorva bozoriga kelib sotilgan bo'lmagan mol qo'y narxlari bo'ladi. Qani ketdik. Ho'kiz qancha aytishdi ho'kiz? 102 millionga tushdi. Qo'ylar narxi so'raymiz, qo'zilar narxi. Qo'zilar qancha aytishdi qo'zilar? 3,5 million. 34 million. Hammasi 34,5 million tushdi. Qo'zilar. Ho'kiz qancha aytishdi ho'kiz? 36 tushdi, 36 million. Ho'kiz qancha aytishdi ho'kiz? 61 million. Ho'kiz qancha aytishdi ho'kiz? 40 millionga oldilar. Ha, ho'kiz kelyapti. Qancha aytishdi ho'kiz? 19 millionga oldilar. Bizachalar qancha aytishdi aka? Narxni aytmadilar. Sigir qancha aytishdi? 12 millionga tushdi. Qo'chqorchalar qancha aytishdi? Qo'chqorchalar qaytdi. Nech million? 20 million. Mana. Nech pul so'radi? Bozor nech pul so'radi aka? Bozor har xil so'radi bular. Ho'kizlar nech million? Ho'kizlar. Ho'kizlar nech million? 40 million. Mana amaki tegishli ho'kizlar. Uchta bor ekan, donasi 40 million. Orqa tomoni ko'rinishi. Mana amaki tegishli mana. Telefon raqam aytinglar, agar ana bo'lmasa telefon raqam. Telefon raqam aytinglar. 94. Mana shu nomerdagi ana amaki bemalol telefon qilaverasizlar. Ho'kizlar nech million ho'kizlar? Nech million? 59 millionga olinibdi. Mana tomon ko'rinish. Tomon. Ho'kizlar nech million? Kimlar? Nech million? Ikkovi Donabay nech million, Optimga nech million? Bunisi 30 million. Bunisi buradan masalan. Nech million bu? Ho'kiz nech million? 35 million deyaptilar bunisi. Orqasidan o'tib odam oldi. Mana orqa tomondan ko'rinishi. Bunisi 30 million, bunisi 35 million bunisi. Ho'kizlar zo'r. Savdo bo'lyapti. 30 million. 30 million. Egasi 35 so'rayapti, egalari. Egasi 35 so'rayapti. Bu ham harfda yo'q qo'ndi. Saqal qo'shiy, saqal. Aka beraman. Sotga kelganman, buni nima qilaman? Pichoq o'tmayman aka. Bo'ldi, bir pullar pullar baraka to'y. Mana shuni bildim, lekin ziyona berolmayman. Ziyon emas, nasibimiz pullar var bol. Nasib qilib turadi. Pulida baraka topmaydi, aka molni baraka. Ber, 25 ga bersang men kerakman, misol nima qilasiz? Mana isko'z bo'ldi. Mana 25 million degan mol. Bir balo qilib o'tga odam qo'shib 30 ga odam qo'shib olganmiz aka. 30 millionga bermayaptilar mana. Savdosi bo'lyapti, mana savdosi. Mana shamak savdo qilyapti. Aka, oldida ham olamiz. Hozir mana bu to'g'ri chiqmay 32 million degan. Shunda yarimta keladi, 32 million Mana shu ho'kiz savdo bo'lyapti, mana bunisi.
Siz nima menga sotmay o'tiribman, mana bu Habibgacha o'tirganman. Tezroq uyga borishim kerak. Savdo bo'lyapti. Yo'q, odam sizlar bilan birgamni o'yladim men, qalpoqchalik odam. Turmurakam? Yo'q, baqa olsang yo'q, baqa olaman dedi-ku. Qobilmi? Otini bilmayman. Qobil. Yosh kattaroq odam. Yo'q, yosh katta odam. Sizlar ketgandan ancha odam. Sizlar kelindi 3.5 menga berayman olim. Aytib berdim. Oltin olimlar aka. Qobil. Kattasi shu. Aka, iloy barak. Faqat va hisobim kesib bo'ling. Hammaga va hisobim kesib bo'ling. Ana birinchi yo'qlaykan bor bo'lmas. Savdosi bo'lib bu ko'kiz narxi nechi bo'ldi? 36 million mana bu. Ko'kiz narxi nechi bo'l aka? Mana hali ham savdosi qisman buni. Bilaman ish berganimni. Toyni oldim, bozor haqqa. Öyle dur siymi. Olmasam o'zim bilan so'rayapman. Odam. Arablar. Ha. Matray, o'rta kichkina emas. Qarodan ushladida bo'ldi. Ko'rsa taqadim. Shatilla qochib ketib qoldi. Endi biz bilamiz aka, bitta katta ho'kiz 1 million yeydi. O'yiga 1 million yeydi. Endi men buni borib misol uchun 1 yil ishlasa, borib 5 million foyda berib olaman desam, kallam ishlayman, katta ho'kiz 1 million yeydi bir oyga. 1 yil ishlasa 12 million indamay qo'shib qo'yaladi moliga. Endi bir xil odam bilan o'zgarmabdi. Bunday bo'libdi, maygram. Valloh xudo xohlasa chiroyli bo'ladi. Bo'ldi, bu baraka 30 million. Qizdiringlar Bir hoz gapirdi. savdo bo'lyapti hali. İki yüz koy karnıma bu sefer. Yo'q, 100-200 mi haftaga? 200 koy kar, gerçek olursa derse var, mol buniki pulsani. Buladimi? Bermayapti. 30 milyon 200 mi? Shuncha odam 100-200 ga qarab gap. Birdan aytaman aka 200 ming qo'shing bo'ladi. Ben o'rtaga chiqib qo'shuvdim. Va guldira baraka. Otil be. Beraman endi. Musulmon bo'yi aytdi. Bu odam so'rabdi-da, tag'in begonaman. 30 bilan 200 berilmadi mana 30 bilan 200 ga berilmayapti. Nechi bilan aka? Nechi bilan ho'kiz? 36 million. Hamma bu. Mana mol bozorga kelsa odam ko'pligini. Ho'kizlar nechi bir ho'kiz sizlarmi aka? Nechi bir? 15 dan so'rab tur. 15 dan. Ho'kiz nechi bilan? Ho'kiz nechi bilan ho'kiz? Olindi. Yo'q, siz emas, ho'kizchi yo'q. Olindi. Aha. Nechi pul? 28. 28 million. Nechi pul avvalgi? 25 million deyaptilar. Nechi pul? Bozor nechi pul qildi? 20 haftalar. Bozor 20 haftalar. 20 haftalar. Nechi pul? 3,5 million. 3,5 million. Bozor nechi pul so'radi? Bozor 27 so'rayapti. 27 so'rayapti. Qo'zilar nechi pul qo'zitilar? 5 millionni. Bozor nechi pul so'radi aka? Nechi pul?
Hammasini so'rayapsiz. Telefon raqami ayting agar sotilmas. 94lik 329 22 mana shu akamizga bemalol telefon qilaverasizlar. Uga yana bor mulada kattalar bor ekan bular. Ho'kiz nech pul tushdi ho'kiz? 29. Olinglarni sotyapti. 29 tushdi. Hojillar qanchadan tushgan? Qanchadan olingan bular? Nech pul? 90 olingan ekan. Bular qancha pul aka? 90dan olingan ekan bitta. Ha, qo'shqot 4 million. Sami qo'shqot 4 million olingan ekan. Mana 2 million 300. 2 million 300 ming. Mana 2 yarim. 2 million 100. Ham kichiyasi. Qishda qancha olingan bu ho'kiz? Nech pul olingan? 15 million 700 ming. 15 million 700 700 15 million 700 ekan. Ha? 37 million olibdilar. Bugungi videomiz shulardan iborat bo'ldi. Yana kelasi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar. Bozorda qaranglar. Qisqa video bo'ldi. Mana odam ko'p bozorga. Katta Horg'on mol bozoriga kiraverish.